Belgi rejasi borlar. Aslo bunday yotib ko'rmang. Agar siz shunday yotadigan bo'lsangiz va grijangiz bo'lsa, grijangiz ushlab, og'riqlar kuchayib ketishi, o'rningizdan tura olmay ham qolishingiz mumkin bo'ladi. Aynan hozir qanday yotmaslik kerakligini o'rgataman va belgi rejasi borlar. To'g'ri yotish qanaqa bo'lishini ham o'rganmoqchi bo'lsangiz, keyingi videoda men grijaga to'g'ri yotish videosini chiqarishim uchun shu videomiz 300 ta layk va qiziq degan 100 ta komment yig'ish kerak. Laykka bosing, komment yozing va biz to'g'ri yotishni ham o'rgatib qo'yamiz. Bugungi videoda bo'lsa, aynan grijaga shunday yotmang. Videoni oxirigacha ko'ring. Qanday yotmaslik kerakligini o'z bilib olasiz. Belgi rejasi bezovta qiladigan insonlar og'riq kuchayligi natijasida ko'p yotishadi va ko'p yotish jarayonida agar siz noto'g'ri yotib qoladigan bo'lsangiz, o'zi yotish jarayonida qon aylanish pasayib ketib, og'riqlar kuchayadi. Chunki belgi reja nervi qisib qo'yganligi uchun mana shu joydan qon o'ta olmasdan og'ritadi. Siz yana noto'g'ri yotib olsangiz-chi, unda battar ushlab qolish holati kuzatiladi. O'rningizdan turganingizda, oyoq tortib qolgan holatda, belingiz qotib qolgan holatda yurishingiz ham qiyin bo'lib, o'rningizdan turib ketishingiz ham qiyin bo'ladi. Agar yotganingizda o'rningizdan shundoq ham turib ketish qiyin bo'layotgan bo'lsa, kommentariyada ha deb yozib qoldiring va o'rningizdan turib ketish qiyin bo'lmasligi uchun aynan men aytgan usulda yotmasligingiz kerak bo'ladi. Ko'pchilik video ko'rishlar natijasida, ko'p yotish natijasida grija og'riqlaridan qo'rqib, harakatsiz bo'lib ko'proq yotib qolish natijasida aynan shunaqa noto'g'ri yotsa, o'shanda ushlab qolish holati ko'p kuzatiladi. Shunday ushlamaslik uchun men aytgan usulda yotmaysiz va to'g'ri yotish uchun aytganimdek keyingi video uchun 300 ta layk komment yoziladi. Endi videomizda qiziq joyi qanaqa yotmaslik kerakligini tushuntiraman. Ko'pchilik insonlar og'riq paytida og'riqdan qutulish uchun o'zini chalg'itish uchun video reelslar ko'rishadi. Video reels ko'rish paytida xuddi shunaqa pastga qarab yotishadi va yostiq qistirib olishadi. Yoki ko'pchilik uy sharoitida ham dars qilayotgan paytda rejasi borlar, yozib chizib o'tirib yotgan paytda xuddi shuni pastga qarab olib, yo televizor ko'rgan paytda pastga qarab olib, hozir bo'lsa aynan institutga kirish payti abituriyentlar qattiq tayyorlanadi, soatlab mana xuddi shunday yotib dars qilishadi. O'sha yozuv chizuv paytida ko'krak qafasimiz qancha ko'tarilib yotadigan bo'lsa, yostiqni katta qistirib oladigan bo'lsa, belimiz bukilib qolganligi natijasida belimizda siqilish yuzaga keladi, disk ucharasi siqib qoladi. Keyin bo'lsa o'rnimizdan tura olmay, inqillab o'sha yotgan joyimizdan tura olmay ham qolib engashib qolish holatlari kuzatiladi. Keyin bo'lsa yurib ketish-ku amri mahol. Va ko'p holatlarda aynan pastga qarab yotishdan ko'ra tepaga qarab yotish ham qiyinlashib qoladi. Do'stlar, mana bu shunaqa yotdinglar, belinglar ushlab qoldi, sizlarni qiynab qoldi. O'sha jarayonda emir tiqildirib, agar qattiq siqib qolaversa, hada bu davomiy bo'layotgan bo'lsa, emir tiqildirib, pastga nomiyligiga murojaat qilib, keling o'zimiz davolab beramiz. Keyin qanaqa yotsangiz ham og'rimaydi. Grija bor paytida lekin xuddi shunday pastga qarab yotmaslik va ko'p holatlarda tepaga ham qarab yotmaslik kerak bo'ladi. Tepaga qarab yotgan paytimizda ham umurtqa pog'onamiz tekis joyiga cho'zilganligi sababidan umurtqa pog'onamiz o'zi iloyizi va qattiq joyda tepaga qarab yotib qoladigan bo'lsa, o'sha iloyizi joyida qattiq joyda qon o'tmay qoladi xullas. Qon aylanishi buzilganligi uchun umurtqa pog'onamizni xuddi ramkaga solib qo'yayotganga o'xshaymiz va u joyda qon aylanmay, o'rnimizdan tura olmay, yonbosh olmay ham qolamiz, inqillab qolamiz va yotgan joyimizdan qo'llarimiz bilan zo'r o'tirib olishimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun pastga ham qarab yotmang, tepaga ham qarab yotmang. O'zi yotishi bitta usuli qoldi, yonboshlab yotish. Lekin umurtqa pog'onasiga yonboshlab yotganda ham uni ham usuli bor. O'shani o'rganib olmasangiz, shunchaki oddiy yonboshlab yotsangiz ham og'riq bo'laveradi. Aynan o'sha usulni o'rganish uchun kommentariyada qiziq deb yozishingiz kerak. 100 ta. Bitta o'zingiz emas, 100 ta odam yozish kerak va shu videoga 300 ta layk bosiladigan bo'lsa bo'ldi. Biz keyingi videoda ertaga bo'lsa ertaga, indin bo'lsa indin sirazi umurtqa pog'onasiga to'g'ri yotish videosini chiqaramiz. Agar grijangiz bo'ladigan bo'lsa, qiynayotgan bo'lsa, to'g'ri yotish ham, noto'g'ri yotish ham bo'lmayotgan bo'lsa, pastdagi nomerga telefon qilib tashrif buyurasiz. Belgi rejasiga hech qachon pastga qarab yotmaysiz. Xulosa shu, pastga va tepaga qarab yotish belgi rejasi og'riqlarni kuchaytirib, qon aylanishini buzib, belda spazm keltirib chiqaradi. Shuning uchun past va tepaga qarab yotishda ehtiyot bo'ling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, o'zingizni asrang. Keyingi videolarda ko'rishguncha albatta layk bosib qo'yib, kommentariyada qiziq deb yozib qo'yishni unutmang. Sog' bo'ling.